Voy onasini emsin. Meni qaysi terpila qamoq qo'ydi bu yerga? Ha, o'zra qalaysan? Turibsanmi so'ppayib? Sani qo'lga olaman deb ortingdan yugurib, yangi olgan bo'tik kalachim teshildi. Hali bunga javob berasan chichqoq. Ya, arra qalaysan? Ancha vaqtdan beri mani bitta savol qiynaydi-da, shu savolimga javob bergin-a. Butigingni ikkinchi poyi ham teshil yur. Voy palite, niyatingni bo'tigimni hidi uchirgur. Bo'l, tez-tez gapir, shakarop miya. Qanaqa savoling bor? Og'zingni yop, shakarop miya. Pashalar tuvalet topolmay yuribdi. Endi qara-da, sen arrasan-ku. Shunga sen rujnoy arramisan yoki motorli arramisan? Voy chichqoq, ha, bo'tigimni hidiga kayf qilyapsanmi? G'alati savollar beryapsan. Ey, shakarop miya, bu savollarni qo'y-da, ekranga qara. Endi bundoq shakarop miya. Xohlasang mana shu jononni qutqar. Xohlamasang qo'ling tepasidagi qizil tugmani bosib o'zingni qutqar. Arra, agar o'lib ketadigan bo'lsam jononda nima keragi bor? Undan ko'ra o'zimni qutqaraman. Shibiding. Bila. Arra, yangi ishtoning yo'qmi? Chichi qo'ydim. Eshikni ochay, yangi ishton olib kelib olay. Ey, chichqoq ekansan-u, o'zimni qutqaraman deb shunday jononni pachog'ini chiqarding-a? Endi shu xonada sasib yuravur, shakarop miya.